Ya'ni demokratiya bir yolg'ondir, qadrli birodarlar. Johil bir toifa insonlar bor. Ularning havo istaklari va maqsadlari bor. Ular sizni ham o'z istaklariga moslashtirishni istaydilar. Ular senga Allohdan keladigan narsaga qarshi hech qanday foyda bera olmaydilar. Biz seni bir shariat ustida qildik. Unga ergash va bilmaydiganlarning havo istaklariga ergashma deydi payg'ambarimizga. Qachonki bir payg'ambar shariatga chaqirib da'vat qilgan bo'lsa, albatta uni bu da'vatdan qaytarishga harakat qiladigan bir johil guruh ham paydo bo'lgan. Qachonki payg'ambar odamlarni faqat Allohga ibodat qilishga chaqirgan bo'lsa, imtiyozli tabaqa, jamiyatni ekspluatatsiya qilib kelayotganlar, xalqni hisobidan kun kechirayotgan odamlar albatta payg'ambarning da'vatiga qarshi o'zlarining boshqa bir da'vatlarini olib chiqqanlar. Alloh jalla jalaluhu payg'ambarimizga shunday deydi: aslo ularni rozi qilish uchun, ular bilan kelishish uchun Allohning shariatidan zarracha ham orqaga chekinma. Chunki agar shunday qilsang, sendan bu chekinishni talab qilgan odamlar Allohning oldida senga hech qanday foyda bera olmaydilar. Musulmon odam, Allohning oyatlariga ishongan odam ko'ksini kerib shunday deb aytishi kerak: ha, Allohning shariati barcha zamonlar uchun amal qiluvchi qonun va tizimdir. 21-asrda ham, 321-asrda ham, 521-asrda ham har qanday vaqtda amal qiluvchi yagona qonun bu Allohning qonunidir. Bundan boshqa barcha qonunlar behudadir. Bundan boshqa barcha tizimlar botildir va biz bu botil tizimlarni rad etamiz deyish kerak. Mo'min odam ko'ksini kerib hech narsadan qo'rqmasdan Robbisidan olgan butun izzat bilan baland ovozda buni ayta olishi kerak. Faqatgina bitta tizim bor, faqatgina bitta madaniyat bor, faqatgina bitta din bor. U ham bo'lsa yo'qdan bor qilgan zotning, aziz va jabbor bo'lgan zotning, har bir narsani biluvchi zotning, alim va xobir bo'lgan Allohning nozil qilgan shariatidir. Bundan boshqa barcha tizimlar yo'q bo'lishga mahkumdir. Biz ham bu haqiqatni ochiq va ravshan bayon qila olishimiz kerak. Ya'ni kuch kimning qo'lida bo'lishidan qat'iy nazar, imkoniyatlar kimning ixtiyorida bo'lishidan qat'iy nazar, ular balandroq va dadilroq gapiryapti deb turib, biz Alloh nozil qilgan shariatning haqiqatlarini o'zgartirib qo'ya olmaymiz. Odamlar o'zlariga qanday nom berishsa berishsin. Men yaxshiroq bilamanmi yoki yo'qdan bor qilgan Alloh yaxshiroq biladimi? Bugun insonlar o'zlariga nom berishyapti. Nom berayotganda nimadan foydalanishyapti? Tildan foydalanishyapti. Insonga tilni o'rgatgan kim? Insonga tilni o'rgatgan Alloh. Insonlar o'zlariga nom berishyapti, unvonlar berishyapti. Insonlarga narsalarni nomlash qobiliyatini bergan kim? Insonlarga narsalarni nomlash qobiliyatini bergan Alloh. Unday bo'lsa Alloh yaxshiroq biladimi yoki insonlar yaxshiroq biladimi? Albatta Alloh yaxshiroq biladi. Qul a antum a'lamu amillah? Aytingki, siz yaxshiroq bilasizmi yoki Alloh yaxshiroq biladimi? Albatta Alloh yaxshiroq biladi. Va Alloh o'zining shariatiga qarshi qo'yilgan barcha tizimlarga, barcha nizomlarga, nomi, ismi, jismi nima bo'lishidan qat'iy nazar Alloh jalla jalaluhu bularni bilmaydiganlarning havo istaklari deb nom beryapti. Ya'ni demokratiya bir yolg'ondir, qadrli birodarlar. Johil bir toifa insonlar bor. Ularning havo istaklari va maqsadlari bor. Ular sizni ham o'z istaklariga moslashtirishni istaydilar. Bunga demokratiya deb nom berishgan. Alloh esa ularni bilmaydiganlarning, johillarning havo istaklaridir deydi. An'anaparastlik, falonchilik, pistonchilik, bularning bari behuda nomlardan iborat. Alloh jalla jalaluhu bularning barchasini bilmaydiganlarning havosi, johillarning havasi deb ataydi. Keyin Robbimiz payg'ambarimizga aytadiki: Innahum la yughnu anka min Allohi shay'a. Ular senga Allohdan keladigan narsaga qarshi hech qanday foyda bera olmaydilar. Endi qarang, oyatlarning ma'nosiga, oyatlarning nozil bo'lish hikmatiga diqqat qiling. Biz seni bir shariat ustida qildik. Unga ergash va bilmaydiganlarning havo istaklariga ergashma deydi payg'ambarimizga. Keyin Alloh yana payg'ambarimizga aytadiki, ular Allohga qarshi senga hech qanday foyda bera olmaydilar. Bu nimani anglatadi, bilasizmi, qadrli birodarlar? Qachonki bir payg'ambar shariatga chaqirib da'vat qilgan bo'lsa, albatta uni bu da'vatdan qaytarishga harakat qiladigan bir johil guruh ham paydo bo'lgan. Qachonki payg'ambar odamlarni faqat Allohga ibodat qilishga chaqirgan bo'lsa, imtiyozli tabaqa, jamiyatni ekspluatatsiya qilib kelayotganlar, xalqni hisobidan kun kechirayotgan odamlar albatta payg'ambarning da'vatiga qarshi o'zlarining boshqa bir da'vatlarini olib chiqqanlar. Va bu odamlar har doimgidek kuch-qudratga ega bo'lgan odamlar bo'lgan. Bu odamlar odatda qo'l ostida lashkarlari bo'lgan odamlar bo'lgan. Bu odamlar odatda qo'llarida sarmoyasi bo'lgan, boyligi bo'lgan odamlar bo'lgan. Ular payg'ambarga kuch bilan qarshi chiqqanlar.
Shuning uchun payg'ambarning qalbiga shunday bir fikr kelishi mumkin edi. Bu odamlar bizga zarar yetkazmasmikin? Balki ular bilan kelishish kerakmikin? Balki ular bilan murosa qilish kerakmikin? Balki ularga yon bosish kerakmikin? Agar shunday bir o'y keladigan bo'lsa, Alloh jalla jalalu payg'ambarlarga ochiq-oydin javob beradi. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. Agar sen shariatdan uzoqlashib, ularning havo istaklariga ergashsang, Alloh jalla jalaluning g'azabi sening ustingga yog'iladi. Xo'sh, agar Alloh senga g'azab qiladigan bo'lsa, seni uning g'azabidan kim qutqaradi? Xo'sh, agar Alloh sendan yuz o'giradigan bo'lsa, seni uning rahmatiga kim qaytadan yetkazadi? Allohning huzurida uning azobiga qarshi turib senga kim yordam bera oladi? Hech kim. Lashkarlarga kelsak, ular Allohning oldida biror kuchga egami? Yo'q. Ko'p sonli xalqlarga, katta to'dalarga kelsak, ular Allohning oldida biror kuchga egami? Yo'q. Ulkan boyliklarga, katta sarmoyalarga kelsak, ular Allohning oldida biror kuchga egami? Yo'q. Shunday ekan, Alloh jalla jalalu payg'ambarimizga shunday deydi: aslo ularni rozi qilish uchun, ular bilan kelishish uchun Allohning shariatidan zarracha ham orqaga chekinma. Chunki agar shunday qilsang, sendan bu chekinishni talab qilgan odamlar Allohning oldida senga hech qanday foyda bera olmaydilar. Qarang, qadrli birodarlar, bugun biz ham aynan shu holatni yashayapmiz. Ya'ni bugun siz shariat deydigan bo'lsangiz, Allohdan qo'rqmaydigan, bandadan uyalmaydigan bir guruh odamlar qarshingizga chiqib, Ne yani diyorlar? 1400 sene önce nima? 1400 yil oldin sahroda nozil bo'lgan qonunni 21-asrda amaliyotga joriy qilmoqchimisiz deyshadi. Musulmon odam, Allohning oyatlariga ishongan odam ko'ksini kerib shunday deb aytishi kerak: ha, Allohning shariati barcha zamonlar uchun amal qiluvchi qonun va tizimdir. 21-asrda ham, 321-asrda ham, 521-asrda ham har qanday vaqtda amal qiluvchi yagona qonun bu Allohning qonunidir. Bundan boshqa barcha qonunlar behudadir. Bundan boshqa barcha tizimlar botildir va biz bu botil tizimlarni rad etamiz deyish kerak. şimdi karşınıza geçerler. Ular qarshingizga chiqib, ko'kraklarini kerib, mansablariga tayangan holda tizim ularni qo'llab-quvvatlashidan foydalanib, shariat qoloqlik deyshadi. Şeriat gericiliktir. Musulmon odam ham ko'ksini kerib, bu odamlarga yo'q janoblar, shariat qoloqlik emas. Yer va osmonni yaratgan Allohning nizomiga ergashish qoloqlikmi yoki tunda aroqlar tizilgan stollarda kayfu safo qilib, tongda o'sha bosh og'rig'i bilan kelib, odamlarning iqtisodiyotiga doir hukm beradigan tizimlarga ergashish qoloqlikmi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Boshingizni ko'tarib shu osmonlarga bir qarang. Shu osmonlarni yaratgan Allohning shariatiga tobe bo'lish taraqqiyotmi yoki eng oddiy janjallarda bir-birini belidan past haqorat qiladigan, bir-birlarini vatan xoinligida, bir-birlarini o'g'irlikda, sotqinlikda ayblaydigan odamlarning, siyosatchilarning tuzgan tizimlariga tobe bo'lish taraqqiyotmi? Yapmış oldukları düzenlere tabi olmak mı ilericiliktir? Bir kadına Aytingchi, bir ayolga o'zingni satr qil, Alloh sendan hijoblanishingni buyuradi deb aytadigan tizim eng ilg'or, eng insoniy, eng yashashga arziydigan tizimmi? Yoki ayolni bir tovar holiga keltirib, maxsus uylar ichida sotuvga qo'yadigan, bu sotuvdan soliq undiradigan tizim eng ilg'or, eng insoniy, eng yashashga arziydigan tizimmi? O'ylab ko'ring axir, xuddi shunday mo'min odam butun izzati bilan, butun ishonchi bilan Allohning shariati qoloqlik deydigan insonlarning qarshisida qat'iy tura olishi kerak. Yo'q janoblar deyish kerak. Bunday jimjimador shiorlar, balandparvoz gaplar bilan haqiqatni o'zgartirishga hech kimga izn bermaymiz. Chunki dunyoda faqat bitta taraqqiyot bor, faqat bitta madaniyat bor, faqatgina bitta insoniy tuzum bor, faqatgina bitta sharafli tizim bor. U ham bo'lsa yer va osmonlarni yo'qdan bor qilgan, bizlarni yo'qdan bor qilgan olamlarning Robbisi bo'lgan Allohning shariatidir. Bundan boshqa barcha tizimlar botil tizimlardir. Bundan boshqa barcha tizimlar zulmga asoslangan tizimlardir. O'ylab ko'ring, qadrli birodarlarim. faiz haramdır demek suretiyle Foiz harom deyish orqali butun insoniyatni iqtisodiy zulmdan himoya qiladigan tizim yaxshiroqmi? Yoki foizni halol deb ayrim odamlarga bank ochish huquqini berib, xalqning yarmidan olganini qolgan yarmiga kredit sifatida sotadigan va shu orqali har oy, har yili milliardlab dollar, yevro va lira daromad ko'radigan odamlarning tizimi eng yashashga arziydigan, eng insoniy tizimmi? Qora bozorni harom deydigan, sarmoyani monopoliya qilish harom deydigan, insonning insonga zulmi harom degan, ishsizlik davlatning eng katta muammosidir va davlat uni hal qilishga majbur deydigan tizim eng insoniy, eng yashashga arziydigan tizimmi?
yoki faqatgina 3ta-5ta boy oila gullab yashnab, qolgan xalq esa ulardan ortgan mayda qoldiqlar bilan tirikchilik qilishga majbur bo'ladigan tizim 21-asrga, 221-asrga yanada mos keladigan tizimmi? uygun bir sistemdir. Müminin göğsünü Mo'min odam ko'ksini kerib hech narsadan qo'rqmasdan Robbisidan olgan butun izzat bilan baland ovozda buni ayta olishi kerak. Faqatgina bitta tizim bor, faqatgina bitta madaniyat bor, faqatgina bitta din bor. U ham bo'lsa yo'qdan bor qilgan zotning, aziz va jabbor bo'lgan zotning, har bir narsani biluvchi zotning, alim va xobir bo'lgan Allohning nozil qilgan shariatidir. Bundan boshqa barcha tizimlar yo'q bo'lishga mahkumdir. Keyin Robbimiz yana davom etib shunday deydi, birodarlar. Aytadiki: ve innel zalimine ba'duhum evliya'u ba'd. zolimlar bir-birlariga do'stdirlar. O size O'sha sizga shariat qoloqlik deydigan, shu zamonda shariat bo'ladimi deydigan, shariatga muqobil tizimlar keltiradigan o'sha zolimlar bor-ku, zolimlar. Ular siz haqingizda umuman g'am chekmaydilar. Ular bir-birlariga do'stdirlar deydi Alloh jalla jalaluhu. Hurmatli birodarlar, biz aynan mana shunday voqealarni bugun boshimizdan kechirmoqdamiz. Oxirgi 2-3 yilda ro'y bergan hodisalar Allohning bu oyatini aniq va ochiq tarzda tafsir qilib bermayaptimi? Mana qarang, Isroil degan terrorchi davlat butun dunyoning ko'z o'ngida butun boshli bir xalqni qatl qilyapti. Xitoy degan zolim butun dunyoning ko'z o'ngida bir xalqni yo'q qilyapti, ommaviy qirg'in qilyapti va bunga o'xshagan juda ko'p misollar bor. Bundan oldin Asad bor edi. U ham butun dunyoni ko'z o'ngida o'z xalqini qirib tashlayotgan edi. Lekin barcha zolimlar bir-birlariga do'stdirlar. Qarang, barcha zolimlar Isroilga yon bosdilar. Barcha zolimlar Isroilga yordam berdilar. Barcha zolimlar Isroilni qo'llab-quvvatladilar. Nima uchun? Chunki zolimlar bir-birlariga do'stdirlar. Xo'sh, Isroilga yon bosayotganlar kimlar edi, birodarlar? Shariat qoloqlik deydigan, 21-asrga to'g'ri kelmaydi deydigan. Nega desangiz, chunki shariatda odam o'ldirilarmish. Chunki shariatda qasos jazosi bor emish. Qasos jazosi bo'lgani uchun shariat o'ta vahshiy tizimmish. Xo'sh, unda Isroilning G'azoda qilayotgan vahshiyliklari juda madaniy ishlar ekanda. Xitoyning Sharqiy Turkistonda qilayotgan fitnalari juda madaniy ishlar ekanda. Asadning kechagi kungacha suriyaliklarga qilgan qirg'inlari juda madaniy ishlar ekanda. Qani madaniy dunyo? Qani shariat qoloqlik deb aytadigan odamlar? Isroilga yon bosish uchun, unga o'zini do'stligini bildirish uchun, unga yordamchiligini ko'rsatish uchun harakat qilyaptilar. Qarang, bugun siz biron davlatda Isroilni qo'llab-quvvatlasangiz hech qanday muammo yo'q. Ammo Falastinni qo'llab-quvvatlasangiz va biroz chegaradan chiqsangiz, qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar jazolanishingiz aniq. Darhol kishan taqishadi. ters kelepçe yapılıyor. Mana bu hafta Isroilliklarga zarar yetkazdi deb 3 kishiga o'lim jazosi berildi. Lekin Isroil 10 minglab odamlarni o'ldiryapti. 100 minglab insonlarni jarohatlayapti. Millionlab insonlarni uyidan va yurtidan badarg'a qilyapti. O'sha shariat qoloqlik deydigan odamlarni bir marta bo'lsa ham ovozlari chiqayotganini eshitmayapmiz. Shuning uchun ham qadrli birodarlarim, jimjimador shiorlar, balandparvoz jumlalar, madaniyat degan so'zlar, inson huquqlari degan shiorlar, bularning hech biri haqiqatni o'zgartirmaydi. Ko'zi bor, qalbi bor, qulog'i bor inson o'tgan zamonlarda ham, hozirgi dunyoda ham bir tarafda zolimlarning borligini, bir tarafda esa mazlumlarning borligini, bir tarafda mustakbirlarning, bir tarafda esa mustazaflarning borligini, bir tomonda Allohga qullik qilishni istaganlar borligini, ikkinchi tomonda esa o'z nafsiga va havoi istaklariga qullik qilishni istagan insonlar borligini tushunadi. Yana takror aytaman, zolimlar bir-birlariga do'stdirlar. Allohning shariatidan yuz o'girganlar, faqatgina ularni rozi qilish, ular bilan yaxshi munosabatda bo'lish, ular bilan murosa qilish uchun dinidan ta'viz bergan insonlar oxir oqibat zulm changaliga tushish navbatini kutayotgan odamlardir.